بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muhtaram zikr ahlidan so'rang jamoasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarga man rasmiy bir murojaat yo'llashni avvalam aytgan edim. Mana hozir uni video tarzida ishlab sizlarga yo'natishni qaror qildim. Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan bu inshaalloh bizni kelajakda qiladigan boshqa ishlarimizga yaxshi bir turtki bo'ladigan degan umiddamiz. Mana bu murojaatim Imom Buxoriy rahimahulloh sahih to'plamlarida keltirgan bitta hadis atrofida bo'ladi. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hammamizga ma'lum, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p o'rinda sahobalarga kerakli muhim gaplarni aytmoqchi bo'lgan paytlarida mana shu kabi inson zehnida bir ma'lum suratlarini shakllantiradigan misollar bilan murojaat qilganlar. Bu holat ham ayni o'shanday holat. Bu bizga nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni biz ahli ilmlarni holatimizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi shu voqeada mana shu suratda ajoyib tarzda bizga ifodalab berdilar. Demak, hamma bir kemada, lekin kemani ikki qavati bor. Ustki qavati, ostki qavati. Bu yerda mas'uliyat asosan ustki qavatida turganlarda ekanligi ochiq oshkor ko'rinib turibdi. Lekin qaysi mas'uliyat? Xuddi shuningdek ostdagilar o'zi kemani teshib qo'yish ularni tabiati, xarakteri ekanligi ochiq oshkor yana ko'rinib turibdi. Shuning uchun meni bugungi bir murojaatim bir g'ayri oddiy murojaat. Sizlardan so'zlarimni oxirigacha tinglashni sizlarga tavsiya qilar edim. Unutmaylikki, hidoyat bu Alloh subhanahu va taoloni bandalariga bergan eng ulkan inomi hisoblanadi, ne'mat hisoblanadi. Lekin mana shu hidoyatni noto'g'ri tushunish holatlari bizni ko'pincha undan burib qo'yadi. Agar hidoyat insonni o'zini harakati
va talabi bilan qo'lga kiritishni imkoni bo'lmaydigan ish bo'lsa, Qur'on unda nega nozil bo'ldi? Axir Qur'on hidoyat mayog'i emasmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hudal lil muttaqin deb nimaga nozil bo'ldi? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam deb nimaga bu oyatlar nozil bo'ldi? Qalblar uchun shifo bo'lib nozil bo'lmaganmidi? Lekin bugungi kunda biz buni aksini ko'ryapmiz. Qo'limizda Qur'on turibdi, hidoyat qilmayapti. Qalbimizga shifo bermayapti. Zohiran, suratan shunday, lekin asl mohiyat nima uchun hidoyat topilmayapti? Qalb uchun shifo topilmayapti, hokazo. Qur'on boshdan oxirigacha bu tushunchalardir. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'lib turibdiki, biz qachon tushunchamizni to'g'rilasak, Qur'onga moslasak, unga muvofiqlasak, o'shanda bu ish beradi. Hidoyat ham, tavfiq ham, boshqa narsalar ham barchasi bular algoritm hisoblanadi. Ma'lum algoritmni bajarsangiz, o'shanga, ya'niki natijaga aniq erishasiz. Mana bu gaplarimdan o'tgan galdagi suhbatimda biroz sarosimaga tushilindi. Bundan men hali aqllarimiz bu ma'lumotlarni qabul qiladigan darajada tayyor emasligini tushunib anglab yetdim va mana shu videoda shuni ma'lum bir yo'nalishlarni, ba'zi taraflarni sizlarga ochib berishni qasd qildim. Qachon biz mana shu tushunchalarimizni to'g'irlaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan tabiiyki Qur'onni aynan o'sha kelgan maqsadi bo'yicha biz undan foydalana olamiz. Bu mavzuga kirishdan avval men sal biroz burilish qilmoqchiman. Ikkita haqiqatni tan olish kerak. Birinchisi, to'g'ri, Alloh subhanahu va taolo islom dinini yer yuzida, ta'kidlab aytaman, yer yuzida saqlab qo'yish kafolatini qiyomatgacha o'zini zimmasiga olgan. Jumladan Qur'onni ham. Lekin gap bunda emas. Gap hozir biroz men boshqacharoq savolni ko'ndalang qo'yaman. Gap ma'lum bir hududda, yer yuzini ma'lum bir hududida, masalan bizni yurtimizda, istagan yeringizni buni misol qilishingiz mumkin. Aynan o'sha ma'lum bir hududda islom dinini saqlab qo'yishni, qiyomatgacha bu yerda yo'qolmaydi degan kafolati bormi? Mana bu biz tan olishimiz kerak bo'lgan birinchi haqiqat. Bunaqa kafolat yo'q. Ikkinchi haqiqat. Bu vazifaga ahli ilmlardan bizni misolimizda bizdan boshqa kim bor? Hazratimiz Alloh rahmat qilsin, ko'p aytardilar.
agar biz bu ishni qilmasak, Alloh boshqalarni chiqarib qo'yadi. Lekin eng muhimi, biz mana shu fazilatdan quruq qolamiz, dedilar. Alloh haqiqatda o'zi istagan bandalarini chiqarib qo'yadi. Alloh uchun bu oson ish. Lekin agar o'sha Alloh chiqargan bandalari biz bo'lmasak, o'z-o'zidan tabiiyki bu fazilatdan biz quruq qolamiz. Oramizda mana shu fazilatdan quruq qolish uchun tayyorlar bormi? Bundan voz kechadiganlar bormi? Men bundan voz kecha olmayman. O'tgan galdagi suhbatimizda sizlarga missiya haqida gapirganimda, ayrimlar 40 farzni missiya deb tushundi. Bundan boshqa missiyamiz yo'q deganlar ham bo'ldi. Men aytadigan gaplar bilan sizlar aytadigan gaplar orasida katta tafovut bor edi. Bir-birimizni tushunmadik. Aniqrog'i sizlar meni tushunmadinglar. Men tamomila boshqa masalalar haqida gap ko'targanimda sizlar tamomila boshqa masalalarni tushundinglar. Ehtimol men ba'zi lafzlarni ishlatganimda sizlarga o'sha noto'g'ri ma'nolarni vahm qildiradigan ibora lafzlarni ishlatgan bo'lishim ehtimoldan yiroq emas. Shuning uchun bugun alohida bir shu video yozib, unda o'zimning fikrlarimni to'liq ifodalashni qasd qildim. Endi mana shu missiya masalasida bugun sizlarga bizning missiyamiz nima ekanligini aniq tiniq qilib, ochiq oydin qilib aytadigan payt keldi. Buni to'liq anglash uchun avval bitta savol beraman. Hammamizga javobi o'zi shundoq ham ayon buni. Mana shu 40 farzni missiya deganlar. Aytingchi, avom xalq zimmasiga yuklatilingan. Bunda hamma teng. 40 farz masalasida aynan mana shu chegarada, 40 farzni o'zida ahli ilm, avom hammasi teng. Bu borada hamma javobgarlikka tortilishi aniq. Endi hozir gap avom xalq ustida ketmayapti. Avom xalqni chiqarib tashlaymiz. Ahli ilm qoladi. Ya'niki o'z-o'zidan avom xalq bilan birga 40 farz ham chiqib ketyapti. Hammaga farz bo'lmagan boshqa farz haqida gaplashmoqchiman. Ya'niki u 40 farzning ichiga kirmaydi u. Mavzuda hozir endi ahli ilmlar qoldi. Xossatan hazratimizning shogirdlari. Bizdan mana shu 40 farzdan tashqari u so'ralishi tabiiy. Unga biz tegmaymiz hech narsasiga. Har bir inson undan so'raladi. Bu boshqa masala, uni ayirdik. Uni hozir unutamiz uni. Mana shu 40 farzdan tashqari boshqa yana bitta bizdan so'raladigan masalalar bormi? Ochiqrog'i mas'uliyatlar bormi bundan boshqa? Biz javobgarlikka tortiladigan. Albatta bor. Mana shu ikkita haqiqatni takrorlayman. Ma'lum bir yurtda, ma'lum bir hududda
islom dinini saqlab qolish. Bu bitta haqiqat. Ikkinchisi, bunga ahli ilmlardan bizni misolimizda bizdan bo'lak mas'ul boshqa shaxs yo'q ekanligi. Mana shu ikkita haqiqatni jamlab xulosa qilib aytamanki, yurtimizda dinni saqlab qolishni Alloh subhanahu va taolo bizni qo'limizga topshirgan. Aynan bizni, Hazratimizni shogirdlarini qo'llarida bu mas'uliyat. Mana shu bizning missiyamiz hisoblanadi. O'z yurtimizda o'z dinimizni saqlab qolish. Mana shu missiya. To'g'ri, bu inglizcha so'z. Men o'zbekchasini hozir topolmadim. Agar meni bu so'zimni to'g'rilab, o'zbekcha o'zimizga ma'qul bo'lgan boshqa buni bir badilini taklif qiladigan bo'lsanglar, boshim osmonga yetadi. Men bu missiya so'zini boshqacha o'zimizga mos bo'lgan variantini topolmaganligim sababli bu atamani qo'llayapman. Endi bu gapni yuqoridagi birinchi so'z boshida keltirgan hadisga nima aloqasi bor? Qanday aloqasi bor? Mana shularni endi jamlaymiz. Yuqoridagi gaplarni barchasini xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz istaymizmi yo'qmi, biz kemaning yuqori qismiga joylashganmiz. Yuqori qismi bizga tegishli. Bu degani pastdagilar uchun nafaqat o'z vaqtida suv yetkazib berish mas'uliyati zimmamizda. E'tibor beringlar. Biz kemadamiz, dengizda suzib ketyapmiz. Agar pastdagilardan o'z vaqtida biz xabar olmasak, bular chanqab qoldimikin, ochiqib qoldimikin, boshqa bir ehtiyoji bormikin degan mazmunda pastdagilardan o'z vaqtida tushib ulardan xabar olib turmasak, ularni tabiati, xarakteri shunaqa, bizdan so'rab o'tirmaydi, kemani teshib qo'yadi. Biz mana shu narsani unutmasligimiz kerak. Demak, ular kemani teshib qo'yar ekan. Bu esa biz ulardan xabar olmasak, kemadagilarni barchasi, jumladan biz ham halok bo'lishimizga yetaklaydigan holat ekan. Endi undan ham muhimroq bo'lgan bu vazifamizni qismi bor. Vazifamizni bitta qismi ulardan vaqti-vaqtidan xabar olib turish edi. Ammo hadis sharifda bunga ishora qilib qo'yilgan, ammo gapirilmagan muhim qismi bor. Ishoraki, kema dengizda bo'ldi. Oqil inson o'zi topib olish kerak bu javobni. Qani endi aytinglarchi. Kemani A nuqtadan B nuqtaga yetkazib olib boradigan manzili, marshruti bo'lmasa, u kema qayerga boradi? Ming siz pastdagilardan xabardor bo'lib turmang, ming ularga kerakli narsasini, suvidir, oziq-ovqatidir, dori-darmonidir berib turmang, u kema ikkita ishdan biri bo'ladi. Yo boshqaruvsizligi sababli qoya toshlarga urilib baribir halok bo'ladi, yoyinki ko'zlangan maqsadi bo'lmaganligi sababli boshqa manzilga ketadi va ular baribir najot topmaydi. Demak, o'z-o'zidan biz ahli ilmlarda bir emas, ikkita mas'uliyat bor. Biri o'sha hadisni zohirida ochiq-oshkor etilgandek kemani pastdagilardan xabar olib turish bo'lsa, ikkinchisi mana shu kemani ma'lum manzil, marshrut bo'yicha yo'naltirib boshqarish. E'tibor beringlar, boshqarish.
Mana shu eng muhim nuqta. Bugungi mavzuyimiz, suhbatimiz shu asosda bo'ladi. Mana shu ikkalasini jamlagan holatda asosan mana shu birinchisi bo'ladi. Demak, mana o'z-o'zidan bizda mas'uliyatimiz ikkita ekanligi ko'rinib turibdi. Bir-biridan ayirib bo'lmaydi uni. Birini qilaman, ikkinchisini qilmayman. Bunisi yoqmadi, bunisi yoqdi deydigan holat biz uchun emas. Endi mana shu o'rinda mana savolim bor. Aynan mana shu bizning kemamizni ma'lum bir nuqtadan, A nuqtadan B nuqtaga biz uchun, hammamiz uchun, mana shu kemaning ichidagilarning barchasi uchun kerakli bo'lgan B nuqtaga yetkazib olib boradigan, aynan mana shu marshrut bo'yicha yo'naltira oladigan, bizga oxir oqibat najotni 100% kafolati bilan bera oladigan kapitan bormi? O'sha kapitanni mana shu manzilga yetib borishda, yetkazib berishda rejasi, planlari bormi? Qilayotgan ishlari mana shu dengizda suzib ketayotgani ayni o'sha plan bo'yicha amalga oshirilyaptimi? Komandani, jamoani hammasini mana shu rejadan xabari bormi? Barcha shu reja asosida kemani ichida u yoki bu ishlarni bajaryaptimi? Mana shu 4 ta savol. Endi men maqsadga o'taman. Alloh rahmat qilsin, hazratimiz mana vafot etganlariga 9 yil bo'ldi. Bu 9 yil ichida sizlar juda ko'p ishlar qildinglar. Lekin voqelikka nazar soladigan bo'lsak, bu ishlardan naf yo'q, unum yo'q. Mana shu narsaga men sizlarni e'tiboringlarni, diqqatinglarni qaratmoqchiman. Nima uchun endi naf yo'q, unum yo'q? Shularni men sabablarini sizlarga ochiqlab bermoqchiman. Hozirgi berilgan 4 ta savolga javob yo'q. Kapitan ham yo'q. Rejasi ham yo'q. Rejasi bo'yicha ketilayotgani ham yo'q. Komandani ham, jamoani ham bundan xabari yo'q. Aslida kema va uni ichidagi komanda nima uchun? E'tibor beringlar. Aslida kema demak suvda, dengizda ichidagi butun aholisini suvga g'arq bo'lishidan omonda saqlagan holatda, sog' salomat, butun saqlagan holatda A nuqtadan B nuqtaga najot manziliga yetkazish vazifasi, kema vasila. Lekin mana shunda u har xil to'lqinlarga duch keladi. Kema mana shu A nuqtadan B nuqtaga yurishida turli xil katta kichik to'lqinlarga yo'liqadi, duch keladi. Bu tabiiy jarayon. Bundan qochib qutulishning iloji yo'q. Qochib qutulish uchun to'lqindan dengizdan chiqib ketish kerak. Quruqlikda turish kerak. Unda kemadan foyda yo'q.
Kemani vazifasi komandani, kapitanni mohir boshqaruvligi ostida uni qarshisidan chiqadigan har qanday, qaytaraman, takrorlayman, har qanday to'lqinlarni yorib o'tish va manzilga yetib borish. Aslida kema mana shuning uchun berilgan edi. Endi voqelikka qaraydigan bo'lsak, yuqoridagi 4 ta narsa yo'q. Kapitan ham yo'q, rejasi ham yo'q, reja bo'yicha suzilib ketilayotgani ham yo'q, komandani bundan xabari ham yo'q hattoki. Natija nima bo'ladi? Natija kema o'z oqimida shu tashqi to'lqinlarni ta'siri ostida dreyfovat qiladi. Dreyf degani o'zicha suzadi. U boshqarilmayapti. Uni oqim har xil tarafga olib ketadi. Bugun u yoqqa, ertaga bu yoqqa olib ketadi. Endi bundan ham dahshatini aytadigan bo'lsam, mana shu kemani ichidagi hamma bitta kemani ichida ekanligini ham hattoki unutib qo'ygan. Biz bitta kemani ichida ekanligimiz xayolga ham kelmaydigan holatga kelib qolingan. Shuning uchun ham tashqaridan keladigan har qanday to'lqin zarbi ichkaridagilarni vahimaga soladi, sarosimaga soladi. Chunki ich-ichlaridan ular tushunib anglab turibdilarki, kema boshqarilmayapti. Balki o'z holicha oqimga qarab topshirib qo'yilgan bo'ldi. Hamma ichki xavotirdagi bir kuchli to'lqin kelib, qoya toshlarga qars etib urib, majag'lab kemani cho'ktirib yubormasa degan vahimasi, sarosimasi bor. Siz azizlarga men Hazratimizni yana bitta gaplarini eslatib qo'yishni lozim topdim. Eslanglar, hammanglar eslaysizlar. Hazratimiz bizga aytardilar: sizlar kimliginglarni hali bilmayapsizlar deb. Ayni shuni men sizlarga takrorlayman. Sizlar kimliginglarni unutib qo'yibsizlar, bilmayapsizlar. Men ochiqchasiga hech ikkilanmasdan aytaman. Hozirgi mana shu holatda sizlar Hazratimizning yo'lida emassizlar. Xohlanglar buni qabul qilinglar, xohlanglar qabul qilmanglar. Lekin voqelik, haqiqat mana shu. Hazratimiz Alloh rahmat qilsin, ibn vaqtihi edilar. Buni hammamiz tan olamiz. Lekin mana shu ibn vaqtihi degan gapni hamma ham to'liq anglab yetavermas ekan. Vaqtini qadriga yetadigan deb qo'yiladi, bo'ldi. Aksariyat bilmaydigan javobni men sizlarga aytayki, ibn vaqtihi degani u vaqtini qadriga yetish degan narsa natija u. Natijada vaqtini qadriga yetdi. Hammani ko'ziga ko'rinadigan holat mana shu natija bo'ladi. Shunga qarab turib ibn vaqtihi degan ibora qo'llaniladi. Bu natija bu. Endi savol, shu natijaga undan oldin sabab bo'lish kerak. Sababsiz natija bo'lmaydi. Biz sababiyat olamidamiz. Hamma narsa sabab asosida bo'ladi.
Savolim shuki, Ibn Vaqtihi bo'lish uchun nima sabab bo'ldi? Biz ko'zimiz bilan ko'radigan, vaqtni qadriga yetadigan natijaga erishishga nima turtki bo'ldi? Nima sabab bo'ldi? Bunga turtki bo'lgan, sabab bo'lgan narsa shuki, vaqtni, zamonni tushunib anglab yetish. Qadimdan ana o'sha Ibn Vaqtihi atamasiga loyiq bo'lgan kishilar o'zlarini zamonlari, vaqtlarini tushunib anglab yetishgan. Mana shu tushunchalari u insonni o'zini zehnidagi holati, miyasidagi, aqlidagi holati. Uni boshqalar qilayotgan ishida, tasarrufotlarida ko'radi xolos, ammo miyani ichidagini ko'ra olmaydi. Nima sababdan inson vaqtini qadriga yetadi? Vaqtini qadriga yetishga nima sabab bo'ladi? Agar Alloh rahmat qilsin, Hazratimiz hozir tirik bo'lganlarida bu ishlarni hammasini o'zgartirgan bo'lardilar. Sizlarda da'vo bo'lishi tabiiy. Biz Hazratimiz chizib bergan chiziq bo'yicha ketyapmiz, o'sha o'zlari rejalab bergan ishlari bo'yicha ketyapmiz degan da'vo bo'lishi tabiiy. Bu Ibn Vaqtihi degan gap, inson o'zini vaqtini tushunish kerak edi, zamonni tushunish kerak degan gap, yuqoridagi kema, hokazo deydigan narsalar bilan bir-biriga qanchalik bog'liq. Ibn Vaqtihi bo'ladigan shaxslar hayollarida, zihnlarida, aqllarida sizlarga boyaga aytgan manzil, najot manzili, B nuqtasini aniq-tiniq ko'rib turishgan. Kemani ular mana shunga qarab haydab borishgan. O'sha B nuqtaga qarab, ko'zlariga ko'rinib turgan. Boshqalarga ko'rinmaydi u. Aksariyat, ehtimol ko'pchiligi o'sha Ibn Vaqtihi bo'ladigan mana shunday shaxsiyatlar mani ko'zimga ko'rinyapti deya olmaydi. Yoki deyishga xayoliga ham kelmaydi. Shuni aytib qo'yishim kerak deydigan narsa yo xayoliga kelmaydi yoki ayta olmaydi. Ammo o'zida mana shunday bo'ladi. U shuni ko'rib turadi, o'sha B nuqtani. O'shanga qarab to'g'ri suzib boradi. Endi ishlarini, tasarrufini esa mana shunga qarab moslaydi. Bugun u ishni qilib ko'radi, qarasa yo'ldan burildi. Manzilga ketmayapti. Ya'niki o'sha manziliga yetadigan darajada ish ta'sir qilmayapti. Yo'q, demak men buni o'zgartirishim kerak deb o'zgartiradi. O'zgartiradi va o'zini to'g'ri yo'nalishini topib oladi. Tug'ma talanti bor kishilar mana shunday. Doim o'y tafakkurda, mana shu B nuqtasi doim uni fikrini qamrab egallab olgan bo'ladi. Nima ish qilsam mana shu to'g'ri yo'nalishga, o'zimni shu relsimga, oqimimga tushib olaman, to'g'ri shunga qarab ketaman. Doim mana shu o'y fikrda bo'lgani uchun ham uni qilib ko'radi, buni qilib ko'radi, oxir topadi mana shu yo'nalishni, shu oqimga tushib oladi. Endi vaqt o'tib yangi bir ishlarni qilgan paytda uni ham xuddi shunday qidiradi. Unaqasiga qilib ko'radi, bunaqasiga qilib ko'radi. Oxir oqibat uni ham o'sha yo'lga sovoladi. Insonlarda mana shunday tug'ma talant bo'ladi. Hazratimiz Alloh rahmat qilsin mana shunday buyuk shaxsiyat edilar. Endi nima uchun o'zlarini chizib bergan
yo'llari bugun yo'llari emas. Hazratimiz Alloh rahmat qilsin vafot etgan paytlariga mana 9 yil bo'ldi. Hazratimiz o'zlarini zamonlari uchun edilar. U zamonni o'zini tushunchasi bor edi. Alloh rahmat qilsin, Hazratimiz ayni mana shu tushunchani tushunib, anglab yetgan inson edilar. Shuning uchun hamma ishlarini mana shu tushunchaga moslab qilardilar. Va tabiiy ravishda arzimagan ish qilsalar ham u ta'sir qilar edi xalqqa. Xalq o'zgargan edi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Kelishlaridan oldingi ahvolimiz qanaqa edi, kelganlaridan keyin ahvolimiz qanaqa edi, hammamiz bunga guvohmiz. Endi aytinglarchi, kelganlarida olamshumul bir ish qilardilarmi? Yo arzimagan ish bilan shu natijaga erishdilarmi? Qisqa qilib, endi bu Allohning tavfiqida, Alloh Hazratimizga tavfiq bergani uchun shu arzimagan ishlarni qilib natijaga erishdilar deyish mumkin. Yo'q, undoq emas. Allohning tavfiqi to'g'ri, bosh ustiga, uni biz inkor qilmaymiz. Bu yerda yana boshqa masala bor. Aynan mana shu xalqning tushunchasi, zamon tushunchasi. Mana shu narsani tushunib anglab yetish, shu tushuncha asosida ish qilish. Hazratimiz Alloh rahmat qilsin, mana vafot etganlariga 9 yil bo'ldi deb bir necha marta takrorladim. Bu degani nima degani? Hazratimizning tushunchalari o'zlari bilan ketdi. Qo'limiz bilan borib dafn qilib keldik. O'shandan boshlab kema kapitani yo'q. Ya'ni kemani yo'nalishi allaqachon necha ming marta aylanib o'zgarib ketgan. Tan olishimiz kerak. 9 yil oldingi xalqning tushunchasi bilan bugungi tushunchasi teng emas. Katta farq bor. Ayni mana shu katta farq bugungi kunda bizni ishimizni unumsiz, foydasiz qilib qo'yapti. Hazratimiz Alloh rahmat qilsin, o'sha davrni tushunchasiga ko'ra yo'l chizib bergan edilar. Agar tirik bo'lganlarida hozir bu chizgan chiziqlarni o'zlari o'zgartirardilar. Dalil qayerda? Nima bilan o'zgartirardilar? Xalqqa ta'sir qilmayotganida. Hozir biz berayotgan, biz xalqqa taqdim qilayotgan narsa bilan xalqning tushunchasi, fahmi orasida katta jarlik bor. Endi qarang. Kemada nechta kapitan bo'ladi? Tabiiyki bitta. Endi mana shu kema kapitanini birlamchi asosiy vazifalari ko'p. Qolganlari bu birinchi birlamchi hisoblangandan oldida darajasi past hisoblanadi. Muhim hisoblanmaydi. Faqat bitta vazifasi bor, eng muhim bo'lgan. Mana shu bitta vazifasi qaysi? Deyilsa, javob shuki, kemani sog' salomat holatida B nuqtaga ko'zlagan o'sha maqsadga, manzilga, najot manziliga yetkazib borish. Yo'lda, kemada kapitan nimadir yana boshqa xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, agar mana shu vazifasini bajara olsa, qolgan hammasi kechirilib ketadi. Kemani va kema ahlini sog' salomat holatida ayni o'sha ko'zlangan manzilga, najot manziliga yetkazib olib olsa, yo'lda undan sodir bo'lgan har qanday kamchiliklar kechirilib ketadi. Shuning uchun qolgan vazifalar
bu vazifa kabi o'ta muhim hisoblanmaydi. Endi mana sizlarga savol. Hazratimiz bizni qaysi manzilga yetaklab olib ketayotgan edilar? Hazratimiz nuqta o'laroq barchamizni najot manzilimiz hisoblanmish mana shu marshrut qaysi edi? Kim ayta oladi shuni? Shu o'rinda bu video murojaatni pauzaga qo'ying. O'zingizni javobingizni yozing. Qani, Hazratimizga qay darajada siz sodiqsiz, qay darajada muhibsiz, qay darajada u kishini tushunasiz? Hozir gaplashamiz yana. Pauzaga qo'ying-da, o'zingizni variantlaringizni yozing. Hazratimiz mana shu tomonga, mana shu manzilga olib ketayotgan edilar. Biz ayni mana shunga ketyapmiz degan bir tushuncha bormi? Pauzaga qo'ying, yozing o'zingizni variantingizni. Hazratimiz o'zlarini ana o'sha maqsadlarini nishon kabi oldilariga qo'yib, hammamizni mana shu tomonga qarab yetaklab ketayotgan maqsadlari bu butun dunyoga buni e'lon qilib qo'yganlar. Bilgan biladi, tushungan tushunadi, bilmagan bilmaydi, e'tibor bermaydi. Lekin hammani ko'z ostida, hammani ko'z o'ngida, qarshisida. Har bir kitobda buni yozib bayon qilib qo'yganlar. Busiz kitob chiqmaydi. Bu o'sha hamma kitobni muqovasini orqasida muqaddimadan oldin shiorimiz deb yozilingan joy. Bu Hazratimizni ana o'sha nuqtalari edi. Hammamizni shunga qarab yetaklab ketayotgan. Endi mana shu shiorimizni qisqa va lo'nda shaklga keltiradigan bo'lsak, sog'lom jamiyat qurish degan ma'noni anglatadi. Ana Alloh rahmat qilsin, Hazratimiz har bitta ishlarini, e'tibor beringlar, har bitta ishlarini aynan mana shunga moslab qilganlar. Boshqa narsalarga e'tibor bermaganlar. Mana shuning uchun qilgan ishlari o'zi nuqtasiga tushgani uchun ozgina qilinsa ham natija ko'ringan. Eng muhim nuqta mana shu joyda. Fokus vнимание deyiladi buni, diqqat e'tibor. Hammasi mana shu bitta nuqtaga qaratilgan bo'ladi. Men nima ish qilsam ham jamiyat sog'lom bo'lishi kerak, ularga foyda berish kerak, ularning dardiga shifo bo'lish kerak, malham bo'lish kerak deydigan e'tibor, diqqat shunga qaratilgan bo'lgan. Demak, nimaiki ish chiroyli ko'ringani bilan, to'g'ri ko'ringani bilan, yaxshi bo'lib ko'ringani bilan bu maqsadga erishtirmayaptimi? Bo'ldi, u menga begona. Mana shu yuzasidan kelib chiqib ish qilganlar. Boshqacha ish qilmaganlar. Mana ayni mana shu holat o'z-o'zidan bizni borar manzilimiz, maqsadimiz va missiyamiz nima ekanligini bizga ko'rsatib beradi. Sog'lom jamiyat qurish. Endi aytingchi, qilayotgan ishlaringiz shu maqsadga sizlarni eltayaptimi? Men buni sizlarga boshqacharoq yana bir misol bilan aytaman.
Biz istaymizmi, istamaymizmi, tabobat sohasida xizmat yuritadigan tabiblarga o'xshaymiz. Tabiblarning vazifasi qolipni, ya'niki jasadni davolash. Bizniki esa qalbni. Biri zohiriy, ikkinchisi botiniy. Shuning uchun bizning ishimiz ko'p o'rinda bir-biriga o'xshaydi va aynan mana shu tabobat sohasini misolidan o'zimizni sohamizga misol keltirmoqchiman. E'tibor beringlar. E'tibor berib ham bo'lgansizlar. Bu narsa insonning me'dasiga ham tegib ketdi. Ancha bo'lgan tegib ketganiga. Bizda aptekalarning soni ko'payib ketgan, dorixonalarning. Go'yoki aholining sonidan ham ko'ra dorixona ko'pdek. Va yil sayin u ko'payib boryapti. To'xtayotgan joyi yo'q, kamayish u yoqda tursin. Endi ichiga kirsangiz, dorilarning soni chegarasi yo'q. Mantiqan bunga qaraydigan bo'lsak, dorixona va dorilarning soni ko'tarilgani sayin aslida kasalliklarning soni ozayishi kerak edi. Lekin voqelikdacha dorixona va uni ichidagi dorilarning soni, turlari ko'paygani sari yil sayin bizda kasalliklar ham ortib boryapti. Bu nimani ko'rsatadi? Bu tabobat sohasini mutlaqo noto'g'ri yo'nalishda ketayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni tabobat sohasi xalqni dardiga shifo bo'lish uchun xizmat qilmayotganligini ko'rsatadi. Chiqarayotgan dorilari dardga illat bo'lsa bo'lyaptiki, shifo bo'lmayapti. Shuni hisobidan yil sayin kasallarning soni ham, turi ham ko'payyapti. Xuddi shu narsa bizda bor, bizning sohamizda. Alloh rahmatsin, Hazratimizning har bitta qilgan ishlari ma'lum bir dardga shifo bo'lardi. Hazratimiz vafotlaridan mana 9 yil o'tibdi. Hazratimiz qilgan ishlaridan bir necha chandon ortiq ishlar qilib yuborildi. Lekin xalqga dardiga qarang, yil sayin bemorlarning soni ortishi bilan bir qatorda kasallikning turlari ham ko'payib boryapti. Ma'naviy illatlar haqida gapiryapman. Ya'ni qilinayotgan ishlar foydasi bo'lmayapti, ta'sir qilmayapti. Ayni mana shu noto'g'ri yo'ldan ketayotganligimizni ko'rsatadi. Sizlarga sergak tortishinglar uchun ba'zi misollarni aytib o'taman. Kemani pastdagilar allaqachon kemani teshishni boshlab bo'lishgan. Buni unutmaylik. Eslaylik, Shuayb alayhissalom Madiyan ahliga aytgan gapi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma qawmu lutin minkum biba'id. Orasida biroz masofa borligi uchun vaqt jihatidan ham
oz muddat o'tganligi va masofa jihatidan ham bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun ham ikkita mana shu narsa masofasi va vaqti orasi juda yaqin, qisqa bo'lganligi uchun ham mana shu misolni aytdilar. Lut qavmi sizlardan uzoq emas deb. Lekin bu qavmlari baribir quloq solishmadi. Shu oyatni ma'nosidan kelib chiqib aytamanki, ular bizni ichimizda. Bizdan uzoq emas demayman, ichimizda. Kun sayin tarqalyapti, ko'payyapti. Hayotimizga turli xil qo'sh tirnoq ichidagi alvonlarni kirib kelishi bu yaqin kelajakdagi yoshlar orasida global tarzda salbiy o'zgarishlarga olib kelishiga sabab bo'lishini unutmaylik. Bunga qarshi turadigan bizdan bo'lak boshqa hech kim yo'q. Kema teshilyapti. Ammo biz yamash harakatida emasmiz. U davrda, ya'ni Lut alayhissalom qavmi davrida bu illat bir turda bo'lgan bo'lsa, hozirda esa yil o'tgan sari uni soni ko'payishiga qo'shimcha tarzda turlari ham ko'payib ketyapti. Ammo unga qarshi chora tadbir ko'rayotgan joyimiz yo'q. Bularni barchasini negizi va ildizi fikriy buzuqlikda. Xulqiy buzuqlikni ildizi fikriy buzuqlik, ya'ni tushunchaga qarab ketyapti. Bu kabi salbiy o'zgarishlar bizni ko'zimizga xulqiy fasod bo'lib ko'ringani bilan asli fikriy fasod. Shuning uchun ham yoshlarimiz mafkurasi, fikrlash tushunchalarini asrash va himoya qilish o'z-o'zidan bu mas'uliyat bizni zimmamizga tushadi. Bizni burchimiz, bizni vazifamizga aylanadi. Endi bunga yana qo'shimcha ziyoda qilaman men. Boyagi oyatni misolidan qilib 21-asr Andalusi bizdan uzoqda emas. Buni unutmaylik. Ayni mana shu gaplarni chuqur tafakkur, tadabbur qilinglar. Qayerga ketilyapti? Natija nima bo'ladi? Va kim bunga javobgar? Missiyamiz nima ekanligini men sizlarga ko'rsatib berdim. Hazratimiz o'zlarini zamonlari uchun edilar. Alloh rahmat qilsin, vafot etdilar. Lekin zamon to'xtab turgan joyi yo'q. Hazrat Alloh rahmat qilsin vafot etgan joylaridan keyin zamon boshqa yoqqa ketdi. Kema boshqa yoqqa ketdi. Kemani qaytarish kerak. Qaytarish uchun unga kapitan qo'yish kerak. Kapitan esa mana shu manzilni to'laqonlik tushunib, anglab yetish kerak. Va bunga reja tuzish kerak. Yaqin kelajak qanday bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Lekin bizning foydamizga emas. Agar ish yana shu ko'rinishda davom etaversa, bizning foydamizga emas. Natija Allohdan
deb aybni yana Allohga to'nkab qo'yishlik bizga yarashmaydi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz, natija Allohdan deyishlik bu ojizlarning ishi. Ojizlar kapitan bo'lishga yaramaydi. Natijalar ayni bizga qilayotgan ishimiz, ya'niki ketayotgan yo'limiz to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'rsatib beruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Biznes strategiyada qoidalar va formulalar o'rgatiladi. Mana shunday qoidalardan men bir nechtasini sizlarga keltirib o'taman. Birinchi qoida, sizlarga keltiradigan qoidalarim ichidagi birinchisi, natija yo'q joyda harakatsizlik bor. Bu absolyut qoida bu. Hamma joyga tushadi. Birov biznes qoidani bizni sohamizga tiqishtirib nima qiladi? U boshqa, bu boshqa deyish mumkin. Suratlar boshqa. Haqiqatlar bitta. Hamma joyda bir xil ishlaydi. Natija yo'q joyda harakatsizlik bor. Biz harakat qilyapmiz, gazni oxirigacha bosib ishlayapmiz deyilgan kishilar chiqadi. Harakatsizlik degan so'zni avval tushunib olish kerak. Harakatsizlik ikki xil bo'ladi. Biri zohiriy. Zohiriy haqiqatda hech narsa qilmay jim o'tiribdi. Bu tushunarli. Lekin gap bu haqda ketmayapti. Uni ikkinchi botiniy ma'nosi bor. Bir joyda tinmay harakat qilinadi. O'lib, tirilib, mehnat qilinadi, ishlanadi, lekin natija yo'q. Mana shu haqda gap ketyapti. Hop, natija yo'q joyda harakatsizlik bor deyilyapti-ku qoidada. Ammo bu yerda harakat qilinyapti, o'lib, tirilib, mehnat qilinyapti. Bu qoidani tushunilinmas ekan, inson o'zini noto'g'ri yo'lini to'g'ri deb tasdiqlab ketaveradi. O'lib, tirilib, mehnat qilayotgan joyda natija bo'lmasligining sababi o'sha mehnat, o'sha harakat noto'g'ri bajarilyapti. Shuning uchun natija yo'q. Buni tushunish uchun oddiy bitta bir misolni sizlarga keltiraman. Qarshimizda ikkita yo'l bor. Biri to'g'ri yo'l, ikkinchisi noto'g'ri yo'l. Qani aytingchi, noto'g'ri yo'ldan yurgan inson o'lib, tirilib, nima qancha mehnat qilib yurmasin shu yo'lda. To'g'ri yo'ldan yetish kerak bo'lgan natijaga bu yo'ldan, noto'g'ri yo'ldan erisha oladimi? Yetisha oladimi o'sha natijaga? 1000 yil yursa ham yetisha olmaydi. Endi mana qarang, hamma harakat mana shu yo'lda ketyapti. To'g'ri yo'l bo'm-bo'sh. Unda harakat yo'q. Aynan mana shu ma'no bu yerda qasd qilingan bu formulada, bu qoidada. Natija yo'q joyda, to'g'ri yo'lda, natijaga olib boradigan to'g'ri yo'lda harakat yo'q. Harakatsizlik bor. Natija yo'q joyda harakatsizlik bor deb aynan mana shu narsani iroda qilinadi. Demak, inson qilayotgan ishlari hammasi xato, noto'g'ri ekanligini tushunish kerak. Natijaga qaytish kerakligi uni asosiy vazifasi bo'lishi kerak. Natija bergan ishda, demak, u to'g'ri yo'lda yurgan bo'ladi. Bu bitta qoida. Ikkinchi qoida.
foydasi yo'q ishda professional darajada mohir bo'lishdan nima foyda? Aytaylik, bir korxona professional mohir ustalarga to'la. Hammasi zo'r professional mohir. Lekin yana boyligi, natija yo'q. Nima qilyapti ular? Natija bermaydigan ish qilyapti. Natija bermaydigan ishda professional bo'lishdan unda nima foyda? To'xtatish kerak bunaqa ishni. Natija beradigan tarafga qarab yurish kerak. Masalan, men bir o'zimman. Tabiiyki, men bitta ish qila olmayman, ikkita ish qila olmayman. Chunki men avvalo bir o'zimman, menga bir o'zim uchun bitta vaqt berilgan. Shuning uchun ham men bitta ish qila olmayman. Undan ortiq ish qila olmayman. Endi mana shu ishni, shu harakatni bizni zamonaviy tushuncha bilan, hozirgi yangi ishlatilayotgan terminlar, atamalar bilan ataydigan bo'lsak, energiya deymiz. Men bitta energiya sarflayapman. Bundan ortig'ini eplay olmayman. Chunki men o'zim bittaman, menga berilgan vaqt bitta vaqt. Mana shu bitta vaqt ichida men bitta o'zim, bitta energiya sarflay olaman. Ya'niki bitta ish qila olaman. Ammo sizlar menga o'xshab bitta emassizlar. Sizlarni qilayotgan ishinglar energiya bo'yicha mana shunaqa deb sarflanadigan bo'lsa, shuni yuritadigan bo'lsak, 1000 ta energiya sarflayapsizlar. Ya'ni men bitta ish qilgan joyda sizlar 1000 ta ish qilyapsizlar. Men bitta energiya sarflagan joyimda sizlar 1000 ta energiya sarflayapsizlar. Buni yana ham soddaroq qilib, oddiy bir pul ma'nosida qo'llaydigan bo'lsak, men 1 so'm sarflayapman. Lekin 1000 so'mlik daromad olyapman. Sizlarda buni aksi bo'lyapti. Sizlar 1000 so'm sarflayapsizlar, 1 so'm daromad olyapsizlar. Mani maqsadim bu video murojaatdan sizlarga 1000 so'm sarflayotgan joylarda shu ishni qilyapsizlar, 1000 so'm sarflayapsizlar. Baribir 1000 ni sarflaysizlar. U tarafga sizlarni burib qo'ysa ham baribir sarflaysizlar shu 1000 ni. Bu tarafga burib qo'ysa ham o'sha 1000 so'mni sarflaysizlar. Lekin hozir mana noto'g'ri yo'lda, xato yo'lda 1000 so'm sarflayapsizlar, 1 so'm olasizlar. Men sizlarga shunday bir yo'nalishni ko'rsatib yordam bermoqchimanki, 1000 so'm sarflaysizlar, million qaytarib olasizlar. Albatta bu pul shunchaki majoz bu yerda. Tushunchamiz, zehnimiz tezroq qabul qilish uchun. 3-qoida. Natijalarni bizga muhim ekanligini ko'rsatib berishda 3-qoida. Har kungi ishni takrorlasang, har kungi natijaga erishasan. Bu qoida o'zgarmaydi, bu qoida. Bu absolut qonun. Hamma joyda, hamma ishda ishlaydi bular. Ana endi oxirgi mana shu 9 yil ichida qilingan ishlarning natijasini ko'ringlar. Nima natijaga erishdik? Ish qilinib yotibdi, energiya sarflanib yotibdi. Bizni hayolimizda, vahmimizda biz foydali ish qilyapmiz. Lekin natija illat ko'paysa ko'payyaptiki, to'xtatishning iloji bo'lmayapti, kamaytirish u yoqda tursin. Yil sayin u ko'payib ketyapti. Biz kamaytirishni hali o'ylamayapmiz, gapirmayapmiz, buni to'xtatish kerak buni avval.
To'xtashdan ham hattoki darak yo'q. Endi mana qarang. Har kungi qilgan ishingni qilsang, har kungi natijangga erishasan. Bizni o'sha qilayotgan ishlarimiz natija shu. 9 yil emas, 900 yil mana shu ishda davom bo'lsak ham, bu narsa faqat ziyoda bo'lib boradi. Biz kamaytirish tugul hal to'xtatishga ham qo'limizdan kelmadi. Shuncha ish. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan bizni yo'nalishimiz xato ekanligini ko'rsatib beradigan holat. Natija eng zo'r ko'rsatkich, zo'r показатель hisoblanadi. Ishni samarador yoki samarasiz ekanligini anglab yetishdi. 4-qoida. Natijasiz ishda bardavom bo'lishdan ko'ra to'xtab o'tgan ishlarni sarhisob qilish va xatolarni topib bartaraf etish bir qarashda to'xtab turish bo'lib ko'rinsa-da, aslida bu katta foyda tomon burilish hisoblanadi bu to'xtash. Sizlarga men aynan mana shuni taklifini beraman. Biroz to'xtanglar. Men tag'inam hamma gaplarni gapirmadim, ammo yetarli darajada eng muhim gaplarni gapirdim. Ishinglarni bir sarhisob qilinglar. Hazratimizning shiorlarini oldinglarga qo'yib qo'yinglar. Qilinayotgan ishlar hammasi mana shu bo'yicha natijaga ham qaranglar. Bo'lyaptimi? Qilinayotgan ish bunga agar yetaklab kelmayotgan bo'lsa, bu xalqda ko'rinishi kerak. Natija. Demak, qayerdadir xatolikka yo'l qo'yilgan. O'sha xatoni topib bartaraf qilish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.